Biroq ulgurmadik. Ortimizdan g'alati bir begona gibrid zombi paydo bo'ldi. Biz istehkom yuqorisida yugurib bormoqda edik. U allaqanday bir yirik buyumlarni biz tomonga qaratib uloqtirdi. Va men ham, bolakay ham ikkimiz istehkomdan pastga qarab yiqila boshladik. Ayni shu payt do'stim Javohir o'zini ilmoqlari bilan bizni tutib qoldi va istehkom yuqorisiga chiqarib qo'ydi. Shunda haligi gibrid buning ham gibrid ekanligini bilib qoldi. Do'stim Javohirning ham gibrid ekanligini bilib qoldi. Keyin ikkisi bir-biriga qarab so'zlashib ketishdi. U do'stim Javohirga aytdi: "Sen, buni qanday uddalading? Biz qachonlardan beri odamlar orasiga kirish haqida bosh qotirayotganimizda, buni sen uddalab bo'libsan. Ajoyib!" Bizga qo'shil. Bizga qo'shilsang, senga juda katta narsalarni va'da beramiz. Biz hukmronlarmiz. Biz tomonga o'tsang, sen ham hukmron bo'lasan. Seni toming ketib qolganmi? Dedi do'stim Javohir. Zombi virus seni miyangni ham yeb qo'yganga o'xshaydi. Bizga qo'shil yoki ularga qo'shilib halok bo'l, dedi haligi zombi gibrid. Seni birinchi psixiatrga olib borish kerak ekan. O'rtada mushtlashib boshlanib ketdi. Men esa haligi bolakayni olib yugurar ekanman. Istehkom zinasida u kabi bir qancha qiz bolalar va o'g'il bolalar nima qilishlarini bilmay turganini ko'rib qoldim. Ular qayerga qarab borishni bilmay qolishgan edi. O'zlaricha bir narsalarning ortida bekinib turishgan edi. Ularning hammasida qizil toshmalar alomatlari bor edi. Ularda hammasida qizil dog'lar bor edi. Keyin esa men ularni hammasini zinadan biroz pastroqqa bo'lgan odamlar yashirinishi uchun qurilgan boshqa bir odamlarsiz istehkomga bunkerga boshlay boshladim. Biz o'sha bunker tomon yugurardik. Tepada esa ayovsiz jang bo'lmoqda edi. Kim kimni urgan, kim kimni so'kkan, kim kimni mayib qilgan, kim. Ular juda yirik buyumlar bilan bir-birlarini urmoqda edilar. Xullas kalom, biz bolalar bilan o'sha ikkinchi bunkerga yetib bordik va kirib olib eshiklarni yopdik. Men ular bilan bo'lmasam, baribir ular bunkerga kira olishmas, chunki bunkerlar faqat insonlar uchun edi. Men bu yoqda turib alohida qabul qilinsin buyrug'ini bermagunimcha ularni bunker kiritmasdi. Men buyruq berganimdan so'nggina bunker ularni qabul qildi. Biz bunker ichiga kirib oldik. Va bolalarda turli xil alomatlar boshlangan edi.
Ularning issiqlari nihoyatda ko'tarilib ketardi. Yerga yotib dumalay boshlashgan edi. O'zlarini juda lohas tuta boshlashgan edi. Men ularga qanday yordam berishni bilmasdim, chunki